Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Playmaster kanali. Bugungi videomizda biz Gamers.uz bilan survival qilamiz. Qani go bo'lmasa. Gamers.uz kanaliga obuna bo'lishlaringizdan chiqmasin. U holi endi o'z kanalini 1000 ta bo'lishga harakat qilmoqda. Ana endi survival qayta boshlaymiz survivalni. Mana birinchi daraxt chopib olamiz, keyin огородni tozalab chiqamiz. Mana daraxt chopib bo'ldik. Endi versak esa narsalar solamiz yuzimizga. Ana cheplarni yasab bo'ldik versak bilan. Endi taxta gerka yasab tosh kavlaymiz. Mana toshdan aslaha yasashimiz kerak, shuning uchun toshlar kavlaymiz. Toshni quduqdan kavlaymiz va o'zimiz tosh aslahalar yasab, yana ko'proq tosh kavlashga harakat qilamiz. Keyin abdushi temirga kuchayamiz. Mana tosh aslahaga o'z kuchayamiz. Versagimni yoniga borgandan keyin toshlarni kavlab bo'ldik, keyin temirga kuchayamiz. Gamers.uz kanaliga o'tib videolarni tomosha qiling va like bosing va do'stlar jo'natib qo'ying. Asosiysi obuna va like bosishlaringiz kerak. Meni videolarimga ham shunday qiling. Mana birinchi огородni tozalab chiqamiz. Keyin огородni atrofida reshetkalar bilan o'rab, hech narsa kira olmaydigan qilib qo'yamiz. Bilasizlar, moblar kirib огородning ustiga sakrasa, огороддagi narsalar yo'q bo'lib qolishi mumkin. Keyin shuncha qilgan harakatim esa chilparchin bo'ladi. Shuning uchun reshetkalar bizga kerak bo'ladi. Mana bu yerdagi somonni olamiz va urug'larni birin-ketin ekib chiqamiz. Mana bu yerda bitta sabzi qolib ketdi, uni ham olib огородga hashak urug'larni ekib chiqamiz. Asosiysi sabzi kerak bizga. Sabzi 30 bitta bo'libdi. Sabzini reshetka bilan o'raymiz. Hashaklar esa bizga kerak emas. Kerak bo'ladi, lekin ba'zida kerak bo'lmay qoladi. Hashakdan mol va qo'yni boqsa bo'ladi. Cho'chqani esa sabzi bilan boqsa bo'ladi. Sabzi jonni tez to'ydiradi va uncha ham ko'p och qoldirmaydi. Hashak esa faqat non yesalar 3 tasidan. Sabzini 3 tasi nondan 3 barobar ko'proq jonni to'ydiradi. Shuning uchun bizga ko'proq sabzi kerak bo'ladi. Sabzi hashakdan ko'ra ancha foydaliroq. Sabzi foydali bo'lgani uchun faqat uni atrofini reshetka bilan o'raymiz. Hashak esa bizga uncha foyda bermaydi, antayin aytgandek. Mana reshetkani ham yarmini qo'yib bo'ldik. Mana bu sandiq va versak olib tashlaymiz. Versak va sandiq ustidan moblar o'tib, sabzlarni chilparchin qilishi mumkin. Ana to'g'ri ishlagan ekanim. Matematikadan yaxshiman-da, hammasini to'g'rilab qo'ygan ekanim. Ana bu yerda chuqurchalarni endi to'g'rilab chiqamiz. Bu chuqurchalarni ana bu yerda qum kavlab, o'sha qumlarni chuqurchalarga moslashtirib chiqsak bo'ladi. Mana shu yerdan kavlashni boshlaymiz. Mana kavlab, chuqurchalarni to'ldirib bo'ldik joyini. Endi bir g'orga kirib chiqishga go. Birinchi ana yerdagi vakillarni olamiz jum bilan. Jum bizga kiraat yasash kerak bo'ladi. Yana ko'proq bo'lsa, yaxshiroq kiraat yasasak bo'lasdi. Hozir bittadan kiraat yasamaydi. Mana Gamers.uz nimadirlar qilmoqda. Endi biz g'orga kiramiz va o'zgina temir kavlab chiqamiz. Temirni kavlagan tezlashtirilgan kadrda. Bizga hozir maksimal darajada 24 tagan temir kerak bo'ladi. 24 tadan temir bilan biz full temir aslaha bila olamiz. Faqat kiyimlar yasak bilan 24 tadan full kiyimlar. Mana temirni kavlab bo'ldik. Endi tashqariga chiqib nimadirlar qilamiz. Gamers.uz qayerda ekan? Bir izlab ko'raylik Gamers.uz'ni. Gamers.uz qayerdasiz? Gamers.uz hech qayerda yo'q. Mana bu chap tarafimda Gamers.uz'ni uyi, mana bu yerdagi ana shu hozir ketayotganimiz. Gamers.uz'ni o'zi esa hech qayerda yo'q. Mana bu yerdagi uylar vayronga o'tayotgan ekan. Endi biz o'zimizga bitta uycha topa olishimiz kerak bo'ladi, yaxshiroq. Lekin biz o'zimizga uycha qursak ham bo'ladi. Kerak emas bizga qishloqning uyi. Qishloqlar kirib chiqib bezor qiladi.
Bir g'orga kirib Gamersuz izlab ko'rayotgani, Gamersuz qanaqadir nima desam bo'ladi, spawnermi, portalmi topdim deyapti. Hozir bir borib ko'ramiz. Ana o'zining yozuvi ham chiqdi. So'rab ko'raylik qanaqa ekan. Gamersizda mikrofoni yaxshiroq ishlamaydi, shuning uchun bizga eshitmaydi-da. O'zining kanaliga o'tib qarasanglar, lekin mikrofoni zo'r ishlaydi. Bizning kanalga uncha eshitilmaydi. Mana shu yerlarda qanaqadir tosh yuribdi, u spawner toshimi, portal toshimi ekan. Mana shu yerlarda ekan. Izlasam top ekanim. Mana bu yerda zombi, zombini o'zi o'ldirishimiz kerak. Gamersuz esa ungacha o'sha toshni topib turadi. U yerdan izlaydi, men bu yerdan izlayman. Qayerga ko'rganini eslamayapti ekan. Mana shu yerlarda aniq mana shu yerlarda ekan, lekin qayerda ko'rib qolgan ekan. Men topishga harakat qilaman hozir. Agar end portal bo'lsa, obuna bo'lasizlar, spawner bo'lsa, like bosasizlar. Bu yerlarda fakil yo'q ekan, menda ham fakil yo'q ekan. Agar fakil bo'lganda topsak bo'lasizda, u portalni joyini o'sha bo'lasizda. Yo, bu portal-ku. Spawner emas ekan, rostdan ham portal ekan. Endi obuna bo'linglar. Mana portal kutubxonasi. Bu bitta sit aytib o'tganda final sitda bo'lasizda, lekin boshqa biz sit yozmasak ham u portal topsak bo'lar ekan. U kutubxonasi mana portalni. Endi portalni topishga harakat qilamiz. Portalni topish tezlashtirilgan kadrda bo'ladi. Mana ketdi, tezlashtirilgan kadr boshlandi. Ancha joy izlash kerak portal uchun. O'tgan safargi final sitida ham short sayt tutgandi, unda ham ancha joy izlagandik. Mana bu temir chiqib qoldi, temirni kavlaymiz endi. Portalni unda bilasizlar, qanaqadir g'alati sichqonchalar bo'ladi. U yerlarni kemiradi. Lekin jonni ham zo'r oladi-da, bizni o'ldirib qo'ymasa bo'lardi o'sha portalni yonginasida spawner bo'ladi uni. Shu uchun unga yaqinlashmasdan asta spawnerni yo'q qilishimiz kerak bo'ladi. Sherigim ularni chalg'itadi, men esa spawnerni yo'q qilaman. Mana bu yerda creeper bor ekan, portlab ketdi. Va men portalni izlashda davom etaman. Mana shunday sichqonchami bu, kalamushmi bu? Lekin menga temir topib berdi. Yaxshi, u bir-ikki payt yaxshi bo'lib qoladi, bir-ikki payt yomon bo'lib qoladi. Hozir sherigimni chaqiraman, sherigim bilan birga o'sha end portalni topamiz. Ko'p bola temir kuchayi bu bilan birga keyingi qismlargacha survival qilamiz. Nashta qism bo'lishini kommentariyada yozib qoldiraman. Mana portalni topdik. Endi mana sichqonchalarni o'ldiramiz. Spawnerni olib darajalarni olamiz. Keyin keyingi qismlarda bu portalni yo'qishga harakat qilib ko'ramiz. Ko'zchalarni, endermenni o'ldirib topamiz. Agar shu versiyada ko'zchalar bo'lsa, biz endga borib dragonni ham o'ldirib kelishimiz mumkin. Mana bu yerda qolib ketibdi. Bitta sichqoncha, yana boshqa game topdim, o'shani kiyganman. Hozircha bizda bitta aslaha bor. Keyingi rejalar hozir shu videoda full temir bo'lish. Full temir bo'lgandan keyin birga olmos bo'lishga harakat qilamiz. Keyingi qismlarda albatta. Hozir bu yerda belgilab ketishimiz kerak. Keyingi qismlarda end ko'zchalarini topsak, shu yerlarda bu endga borib survival qilishimiz ham mumkin. Keyingi qismlarda rejalar kommentariyada yozib qoldiraman. Gamersuz kanaliga o'tsangizlar, Gamersuz ham yozib qoldirgan bo'ladi. Mana Gamersuz bilan hozir ovqat beraman va ovqatlana olamiz. Keyin kutubxonaga borib, kutubxonani o'zimizda bazamiz qilamiz. Kutubxona yaxshiroq baza qilish uchun. Mana bu yerlarda bir narsalar izlab ko'ramiz. Endi sandiqcha topdim. O'shandan temir bosh kiyim chiqqanda, o'sha temir bosh kiyimni yana aslahalar topsak ham bo'ladi o'sha sandiqchalardan. Sandiqchalar zo'r narsa ekan. Endi hozir ovqatlanamiz, juda ham qornim ochib ketibdi. Full temir bilamiz shu bugungi qismda. Ikkinchi qism 80 ta bo'lgandan keyin chiqadi. Gamersuzda esa 10 ta bo'lgandan keyin chiqgan Gamersuzda.
Gamesiz mikrofon o'chib ketsa ham men bilan gaplashib turibdi hozir. Mana bu yerdan toshni olamizda, pechka qilamiz. Keyin pechkadan biz full temir bilamiz, temirlarni eritib. O'sha joyni biza kutubxonada temirlarni eritamiz va o'sha joydan baza qilib olamiz o'zimizga. Mana bu yerda lava bor ekan. Taxta bilan lavani yopib ketamiz. Yonsa ham farqi yo'q. Gamesiz nimagadir qotib turibdilar. Menimcha Gamesizda yaxshilamay qoldi. Mana bu yerlarga endi kutubxonaga go. Mana shular qotib qoldi Gamesiz. Nimaga qotib qolgan sababi unda serverdan otilib ketibdi. Server yaxshilamayapti ekan. Mana endi shu yerdan bir aylanib chiqaylik qani, qancha ko'p ekan. Mana serverdan chiqib ketdi. Gamesiz faqat niki boshqa Steve o'zgarib qolibdi. Gamesiz niki. Mana shu yerdan aylanib chiqamiz. Ana Gamesiz serverga qaytib kirdi. Ana endi shu yerlardan bir baza qurish uchun joy izlaymiz. Tepa qavatning katta joyi bizga baza qurishga yaxshilik qiladi. Mana bu yerdan taxtalarni kavlab endi versiyaga yasaymiz. Versiyaga yasab, pechka yasab, temirlarni eritishga qo'yamiz. Mana temirlarni eritishga qo'yish uchun bizga taxtalar kerak bo'ladi. Taxtalarni olib, keyin pechkaga qo'yamiz va temirni eritishga qo'yamiz va full temir bilamiz. Mana do'stlar, hammasini qo'yib bo'ldim. Endi esa mana bu yerga kitoblarni olib chiqamiz. Narsalar erigancha. Narsalar mana temir erigancha mana bu yerga kitoblarni olib chiqamiz. Kitob javonlar mana yaxshi. Full temir bo'lgandan keyin kadrni qayta yoqaman. Mana bu yerlarni kavlaylik, keyin kadrni qayta yoqaman. Mana kadrni hozir qayta yoqaman. Qarab turinglar, hozir full temir birdan bo'lib chiqamiz. Fokus, mana full temir bo'ldik, kadrni qayta yoqdim. Mana bu yerda katta joyni olib tashladim. Endi shuncha qilgan harakatim uchun like bosib qo'yasizlar. Mana shu yerga ham full temir bo'lib ketdi. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster va Megasus bo'ldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarga ko'rishguncha.